Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 18 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy tebranishlarning mamlakatimiz tarmoqlariga ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlar muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Garvard universiteti tahliliga ko'ra o'tgan 5 yilda iqtisodiy indeksdagi o'rnimiz 25 pog'onaga yaxshilandi. Bugungi kunda 162 ta turdagi milliy mahsulotlarimiz dunyo bozorida raqobat ustunligiga ega deb e'tirof etilyapti. Natijada oxirgi yillarda eksportimiz 2 barobarga oshdi. O'tgan yili 27 milliard dollar bo'ldi. Tashqi savdo aylanmasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 57% ga yetdi. Bu iqtisodiyotimiz tashqi bozorga qanchalik bog'liq ekanini ko'rsatadigan juda katta raqam. Takror aytaman. Hozirgi dunyodagi vaziyat bizga ta'sir qilmaydi degan rahbarlar juda katta xato qilgan bo'ladi. Bunday sharoitda faqat o'z kuchimiz va ichki imkoniyatlarimizga tayanib dadil qadamlar tashlashimiz kerak. Lekin ko'p rahbarlar hali mudrab o'tiribdi. Masalani jiddiyligini 2 karra ko'p ishlash kerakligini sezganimiz yo'q hali. Har bir vazirlik, tarmoq va hududlarning birinchi rahbarlari qo'liga qalam olib, aniq reja qilib ishlab chiqarish, eksport bilan o'zi ham shaxsan shug'ullansa, natija bo'ladi. Hozirgi favqulodda holda buni o'z holiga tashlab qo'yish, ko'rsatishlarni pasaytirish bu xalqimizga xiyonat. Shu kuni davlatimiz rahbariga energetika sohasidagi vazifalar ijrosi va yangi loyihalar yuzasidan axborot berildi. 21 aprel kuni davlatimiz rahbari futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga tabrik yo'lladilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi o'yinlari g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta'limi sifatini oshirish hamda pedagoglar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid taqdimot bilan tanishdi. Bolalarga xavfsiz axborot muhitini yaratish, milliy kontentlarni ko'paytirish, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga investitsiya sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar hamda navbatdagi asosiy vazifalar bo'yicha axborot berildi. 22 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev kimyo sanoatidagi loyihalar ijrosi va tarmoqni diversifikatsiya qilish bo'yicha rejalar taqdimoti bilan tanishdi. Shu kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev elektrotexnika sohasida joriy yil birinchi chorakda qilingan ishlar va navbatdagi vazifalarga oid taqdimot bilan tanishdi. 23 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahriga keldi. Davlatimiz rahbari Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Turkman xalqining milliy yetakchisi Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Turkman xalqining milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov birinchi prezidentimiz maqbarasini ziyorat qildilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkman xalqining milliy yetakchisi Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov tor doirada va rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muzokara o'tkazdilar. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Samarqand forumiga tayyorgarlik doirasida brifing tashkil etildi. Uchrashuv doirasida 2025-yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Davlat xizmati bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti forumi tayyorgarlik ishlari, forumning maqsad va mazmuni haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Forum keng qamrovda o'tkazilayotganligi sababli davlat tashkilotlari, ilmiy doiralar, IT industriya va fuqarolik jamiyati uchun muhim xalqaro muloqot maydoniga aylanishi ta'kidlandi. Endi esa xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Birlashgan Arab Amirliklari dunyoda birinchi bo'lib qonunlarni yozish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Hukumat rejasiga ko'ra bu qonun ijodkorligini 70% ga tezlashtiradi. AQSh Xitoyga nisbatan bojlarni pasaytiradi. AQSh prezidenti o'zi belgilagan hozirgi 145% boj juda katta ekanini aytdi. CNN xabariga ko'ra, Xitoy AQSh bilan savdo muzokaralari uchun ochiq, ammo har qanday muzokaralar hurmatga asoslangan bo'lishi kerak. Trampning reytingi eng past darajaga tushdi.
Natijalarga ko'ra, hozirda faqat 42% amerikaliklar Trampning prezident sifatidagi faoliyatini ijobiy baholamoqda. Taqqoslash uchun inauguratsiyadan so'ng bu ko'rsatkich 47% edi. Reuters agentligining qayd etishicha, amerikaliklar Trampning o'z vakolatlarini kengaytirishga urinishlarida xavotir bildirayotgan bo'lsa-da, uning reytingi hali ham Jozef Bayden prezidentlik davridagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lib qolmoqda. Boshqa davlatlar misolida Turkmaniston elektron vizalarni joriy qilmoqda. Elektron viza Turkmaniston davlat migratsiya xizmati axborot tizimida elektron shaklda rasmiylashtiriladi va xorijliklarga mamlakatga kirish, uning hududida bo'lish, chiqib ketish hamda tranzit o'tish huquqini beradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Rim papasi Fransisk vafoti munosabati bilan yig'ilish chog'ida marhumga hurmat ko'rsatdi. Qo'shma Shtatlar Janubi-Sharqiy Osiyoning qator davlatlaridan quyosh panellari importiga 3521% gacha bojxona to'lovlarini joriy qiladi, deb yozadi Bloomberg. Tailand, Kamboja, Vyetnam va Malayziya mahsulotlari AQSh bozoriga demping narxlarida kirdi. Osiyo ishlab chiqaruvchilar davlat subsidiyalaridan foydalanishdi va keyin panellarni Amerika kompaniyalariga ishlab chiqarish tan narxining bir qismiga sotishdi. Assalomu alaykum. Markaz faoliyatiga oid so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazda M-Digest. Martlar ortga qaytmas yurish boshladi. Futbolda o'zgacha burilish boshladi. Dunyoni lol etdi o'zbekcha futbol, futbol o'ynayotir o'zbek bolasi. Bu hafta barchamiz tarixiy voqelikka guvoh bo'ldik. Saudiya Arabistonida futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan nufuzli musobaqada o'zbek o'g'lonlari mislsiz jasorat va matonat ko'rsatishdi. G'alaba butun xalqimizni birlashtirdi. Ma'naviyat targ'ibotchilari qalbidagi cheksiz faxr ilhomga aylanib, ko'plab media mahsulotlar tayyorlandi. She'riy kompozitsiyalar, ijtimoiy roliklar, eksklyuziv intervyular shular jumlasidan. Har bir ijod mahsuli ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka yetkazildi. O'zbekiston kitobxonlar yurti ayni shior ostida respublikamiz bo'ylab bo'lib o'tayotgan 5-respublika kitobxonlik haftaligi ma'rifat yo'lida barchamizni birlashtirmoqda. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kitobsevarlar uchun hududlarda mahalla, oila kutubxona, ma'rifatparvar ayollar mavzusidagi davra suhbatlari, sog'lom muhit, sog'lom jamoa shior ostida amaliy mashg'ulot va treninglar, intellektual o'yinlar, mutolaa loyihasi, turli taqdimotlar, uchrashuvlar, aksiyalar o'tkazilmoqda. Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan tavsiya etamiz loyihasi orqali eng sari kitoblar, filmlarni mutolaa uchun, tomosha uchun va bu orqali tafakkuringizni kengaytirish uchun tavsiya etilmoqda. O'z navbatida davlat dasturining mazmun mohiyati qisqa roliklarda yetkazilmoqda. Ushbu loyihalar bilan jamiyatning Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Farovon hayotga ilk qadam. Ushbu loyiha doirasida hududlardagi ma'naviy ishlarga mas'ullar uchun aholining mehnat qilishga bo'lgan ishtiyoqi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash mavzusida seminar, trening o'tkazildi. Shaxs ma'naviyatining shakllanishida til va adabiyotning roli. Joriy yilning 30-may kuni Qo'qon universitetida bo'lib o'tishi kutilayotgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ilm ahli uchun o'ziga xos platformaga aylanadi. Bu haqdagi batafsil ma'lumotni markaz huzuridagi Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar institutining Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Lider, rahbar va zamonaviy menejer Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida bo'lib o'tgan davra suhbatida markaz rahbari Otabek Hasanov o'qituvchi va murabbiylar bilan liderlik, zamonaviy rahbar xususiyatlari va boshqaruv masalalarida muloqot qildi. Markazning hududiy bo'limlari ham ayni kunlarda qizg'in ish faoliyatida. Xususan, Namangan ahli 64-xalqaro gullar festivalini yuqori saviyada o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. E'tiborli jihati, jarayonlarda milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizga urg'u berilib, har bir ekspozitsiyada milliy ruh aks etadi. Surxondaryo viloyati Sherobod tuman bo'linmasi tomonidan harbiy qismlarning birida "Men ham harbiy bo'laman" mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Buxoro viloyatining Kogon tumanida esa korxona, tashkilotlar, umumta'lim maktablari uchun erta turmush qurish va uning salbiy oqibatlari mavzusida ma'rifat soati tashkil qilindi. Samarqandning Qo'shrobod tumanida buyuk alloma Imom Abu Mansur Moturudiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosini o'rganish va targ'ib qilishga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Bu faoliyatimizning bir qismigina xolos. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Darvoqe, dam olish kunlari oila a'zolaringiz bilan madaniyat va ma'naviyat maskanlariga borishni tavsiya qilamiz. Yana ko'rishguncha.
atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan muhim vazifalar qayd etilgan. Ya'ni atrof muhitni asrash, ijtimoiy iqtisodiy, davlat boshqaruvi, sud huquq, xavfsizlik va tashqi siyosat yo'nalishlarida 100 dan ortiq muhim ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Xo'sh, bu 5 yo'nalishlar qaysilar? Birinchi yo'nalish har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Bu yo'nalish ta'lim tizimi islohotlari, aholi salomatligini ta'minlash bo'yicha islohotlar, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha islohotlar, yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishidagi islohotlar, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi yo'nalish barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Bu bandda iqtisodiyot hajmini 2 barobarga oshirish va daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirish, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabillik darajasini keskin oshirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish kabi 20 ga yaqin yo'nalishlar bo'yicha vazifalar belgilangan. Uchinchi yo'nalish suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Bu yo'nalish suv resurslarini tejash bo'yicha islohotlar va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Bunda nafaqat ekologiyani asrash, balki shu orqali aholi salomatligini ham yaxshilash maqsad qilingan. Bu borada nafaqat suv resurslarini tejash bo'yicha texnologiyalarni rivojlantirishga, balki odamlarning ekologik madaniyatini ham oshirishga e'tibor qaratiladi. To'rtinchi yo'nalish qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etishga qaratilgan. Bu yo'nalish xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha islohotlar hamda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimidagi islohotlarni o'z ichiga oladi. Sud huquq tizimida halollik va shaffoflikni ko'rsatish maqsadida smart sudlarni joriy etish kabi bir qator vazifalar ko'zda tutilgan. 5-yo'nalish xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirishga qaratilgan. Xavfsizlik eng muhim masala. Bu yo'nalish ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish bo'yicha islohotlar hamda mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish bo'yicha islohotlarni o'z ichiga oladi. Bunda barcha qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirish, xorijda mehnat faoliyatini yuritayotgan fuqarolarga har tomonlama ko'mak ko'rsatish kabi bir qator muhim masalalar yuzasidan vazifalar belgilangan. Atrofingizdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmang. Davlat dasturida belgilangan vazifalar sizning, aholimizning farovon hayoti uchun. Jadid gazetasining o'quvchilari navbatdagi sonda izchil islohotlarning chuqur tahlili, ma'rifatparvar bobolar haqidagi qimmatli tarixiy ma'lumotlarga asoslangan hikoyalar, samimiy suhbatlar, teran mulohazalarga boy ma'naviy ma'rifiy, ilmiy adabiy materiallar bilan tanishadilar. Ularning ba'zilariga e'tibor qaratsak. Tasavvurdan tashqaridagi tezlik. Mazkur maqola Xorazm viloyatida turizm sohasining oxirgi yillarda misli ko'rilmagan darajada rivojlanayotgani haqida. Muallif so'nggi 9 yil ichida turizm sohasida ro'y bergan ulkan o'zgarishlar, xususan sayyohlar sonining keskin oshgani, logistika va infratuzilmaning yaxshilangani, mehmonlar sonining ko'paygani, ichki va tashqi sayyohlik tizimidagi yangiliklar xususida so'z yuritadi. Bunday o'sishni u tasavvurdan tashqaridagi tezlik deb ta'riflaydi. Bugun turizm mamlakatimiz iqtisodiyotida yetakchi sohalardan biriga aylanib ulgurdi. Buning isboti Xorazmga xorijiy sayyohlar tashrifi ortishi tufayli. Amaldagi yilning 3 oyida turizm eksport hajmi 77 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Shukronasi va ahamiyati butun odam edi. 26 aprel O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavallud topgan kun. Gazetada ijodkorning rafiqasi Muhammad Yusuf nomidagi fond rahbari Nazira Assalom bilan suhbat e'lon qilindi. Muhammad aka haqgo'y va halol inson bo'lgan. Xalqona hayot tarzini, tabiat bag'rida bo'lishni, bolalar ovozini eshitishni yaxshi ko'rar. Oddiy, mehnatkash insonlar bilan suhbat qurish ular uchun bitmas tuganmas ilhom manbai edi. U kishining yuragiga qishloq hayoti, ona zamin hidi birda yaqin bo'lgan. She'rni ilhom bilan o'qishni xush ko'rardi. Nazira opa, uning uchun eng katta quvonchli voqea bu Andijonda shoir nomi bilan ataluvchi ijod maktabi tashkil qilingani, maktab oldida Muhammad akaning byusti o'rnatilgani va maxsus xiyobon barpo etilgani bo'lganini aytadi. Ana shu xayrli ishlar uchun davlatimiz rahbaridan cheksiz minnatdorligini bildiradi.
Uning repertuari go'zal va betakror qo'shiqlar bilan boyib bordi. Muxlislar soni ko'paygandan ko'paydi. Endi uni shon-shuhrat chulg'ay boshladi. Lekin u mashhurlikka, nomdorlikka ruju qo'ymadi. Qo'shiqdan qo'shiqqa yuksalib boraverdi. Uni mashhur qilgan qo'shiqlardan biri arab tangosi edi. O'zbek zargarining Oltin ovozi nomli maqola milliy estrada san'atimiz asoschilaridan biri, buyuk san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haqidadir. Muallif ijodkorning hayoti va ijodini samimiy, xalqchil tarzda hikoya qiladi. Ayniqsa, Botir Zokirov kundaligidan keltirilgan parchalar maqolaning ta'sirchanligini yanada oshirgan. Men o'z kundaligimni ajoyib yoshligimning eng baxtiyor kunlaridan, bolaligimning ilk orzulari ro'yobga chiqqan kundan boshlagim keladi. O'sha kuni men Toshkent davlat konservatoriyasi vokal fakulteti tayyorlov bo'limiga muvaffaqiyatli imtihon topshirdim. O'sha daqiqalarda men sahnada turib, hassos va talabchan tinglovchilar qarshisida kechirgan cheksiz hayajonlarim, iztiroblarim kuylashim bilanoq tumanday tarqab ketdi. Bu kabi qiziqarli maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalaridan onlayn o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz. An'anaga ko'ra har yili O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10 dan ortiq dasturlari, fondlari va agentliklari yillik faoliyat dasturini muhokama qiladi. Bu gal Shahrisabzdagi Oqsaroy majmuasi muloqotlarga mezbonlik qildi. Dastur doirasida O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Taraqqiyot dasturi, UNICEF, Shveysariya hamkorlik va rivojlanish agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamkorligida yangi loyihaga qo'l urildi. Yangi pilot loyiha birinchilardan bo'lib Shahrisabzdagi Zingiron mahallasida tashkil etildi. Barcha sharoitlarga ega innovatsion yoshlar markazi. Mazkur loyiha yoshlar taraqqiyotiga jamoaviy yondashuvning yaqqol namunasi bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oilasi, ya'ni uning tarkibidagi tuzilmalar vakillari Shahrisabz shahri va tumandagi mahallalar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shahrisabz turistik markazi imkoniyatlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda mahalladagi 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida bu borada qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Joriy yildan ilk marotaba O'zbekiston mahallalar uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida 30 yoshdan katta aholi o'rtasida 7 ta sport turi bo'yicha mahalla ligasi sport musobaqalari tashkil etildi. Xususan, joriy yilda 30 yoshdan katta 4 million aholini musobaqalarga jalb etish ko'zda tutilgan. Mahalla ligasi sport musobaqalari mini futbol, voleybol, stol tennisi, streetbol, workout, shaxmat va shashka turlari bo'yicha may-avgust oylarida 3 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni mahalla, tuman, shahar va hudud bosqichlari. Hozirgi kunda ushbu musobaqalarga elektron ro'yxatdan o'tish jarayoni amalga oshirilmoqda. Shu kunga qadar respublika bo'yicha jami 854 ming nafar aholi ro'yxatdan o'tdi. Ushbu musobaqalarda ishtirok etish istagidagi fuqarolarimiz 5tashabbus.uz elektron platformasidan o'tishlari so'raladi. Biz davom etamiz. Yoshlar ijod saroyida may-iyul oylarida o'tkaziladigan mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovini tashkil etish va o'tkazishga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda mahalla fuqarolar yig'ini raislarining vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Qonunchilikdagi muhim o'zgartirishlardan yana biri fuqarolar yig'ini raisi saylovini o'tkazish muddatlarini belgilash normasi endilikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, xalq deputatlari, viloyat va Toshkent shahar kengashlari vakolatlariga o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'zgartirish joylardagi mahalla fuqarolar yig'inlarining mahalliy vakillik organlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun yordam beradi. Matbuot anjumanida saylov kampaniyasining rasmiy belgisi va shiorlari taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, jamoatchilik faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollar yuzasidan atroflicha javob olishdi. Dasturimiz so'ngida yurtdoshlarimizni joriy yilning may-iyul oyida bo'lib o'tadigan mahalla raisi saylovida faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Muhammad Yusuf
vatanga muhabbat jo'sh urgan, har qalbga jo bo'lgan betakror she'rlari, oddiy, lo'nda va tiniq misralari, qiyosi yo'q ijodi bilan xalqimizning sevimli va ardoqli shoiriga aylangan ijodkor. Muhammad Yusuf hayotda qanday inson edi? Qay fazilatlarni qadrlardi-yu, odamlardagi qay jihatlarni yoqtirmasdi? Bu haqda ijodkorning farzandi shunday fikrlarni bildirdi. Muhammad Yusuf qanaqa inson bo'lgan degan savolga har doim aytaman. O'qiganmisiz Muhammad Yusuf she'rlarini? O'qiganman. Xuddi she'rlari qanaqa bo'lsa, o'zlari ham xuddi shunaqa bo'lganlar. Xuddi she'rlaridagi samimiy, oddiy, keng fe'l, hammaga nisbatan juda ham odil inson bo'lganlar. Oilada odatda qizlarga onalar yaqin bo'ladi. Lekin bizda buni tamoman aksi bo'lgan. Oilada 3 ta qiz, bitta o'g'il bo'lganmiz, lekin qizlar onamizdan ko'ra adamimizga yaqinroq bo'lganmiz. Barcha sirlarimiz, barcha muammolarimiz hammasini onamlar bilan emas, adamlar bilan bo'lishardik. Chunki bizani har qanaqa vaziyatda ham hech qachon urushmasdilar-da, to'g'ri yo'l ko'rsatardilar. Birinchi o'rinda maslahatgo'yimiz va yaqin do'stimiz bo'la olganlar biz farzandlar uchun. Insonlardagi samimiylikni qadrlardilar va to'g'ri so'zlikni, juda ham g'azablarni keltiradigan narsa bu yolg'on edi. Shoir she'rlarda ayollarni qanchalik ulug'lagan bo'lsa, hayotda ham xuddi shunday e'tibor ko'rsatgan. Ayol kishini o'zlarini she'rlarida keltirganda juda ham qadrlab, ardoqlab, e'zozlab, ehtiyot qilganlar, lekin shunga yarasha juda ham talabchan turmush o'rtoq bo'lganlar. Muhammad Yusuf doim ilmga, o'z ustida ishlashga intilgan. Farzandlarini ham bilimni qadrlashga undagan. Adam hech qachon o'zlarida bor bilim bilan chegaralanib qolmaganlar. O'zi she'rlarini o'qisangiz ham tarixi, dunyo adabiyotini, jahon adabiyotini yaxshi bilishlarini sezilib turadi. Bunga sabab men o'ylaymanki, juda ham ko'p o'zlariga nisbatan talab qo'yardilar, juda ham ko'p o'qirdilar, juda ham bilimga, ilmga e'tiborli inson bo'lganlar. Qadrlaydigan jihatim, har bitta oilalaridan har oy albatta bitta kitob olinardi. Hozir uyimizda 3,5 mingta kitob bor. Kuzak keldi, soriq tortdi yaproqlar, dunyoni bir ajib sirlar so'roqlar, ko'nglimni kuydirib o'tar firoqlar, diydor qiyomatga qoldimi ota? Yashash xiyonatmi omonat jonga? Umringni ulasa so'ngsiz armonga, bir savol o'rmalab kiradi qonga, diydor qiyomatga qoldimi ota? Qanotsiz qushdayin men xolis zabun, sizga maqtalligim ortar kunma-kun, har ikki dunyoning sog'inchi uchun, diydor qiyomatga qoldimi ota? Bisotim so'z mening taskin tasalli, xayollaringizda bo'lsam aqalli, kelmaysizmi meni baxtli qilgan, diydor qiyomatga qoldimi ota? Shunday manzillar borki, sayohat qilsangiz atrofingizdagi har lahza sizni hayratda qoldiradi. Assalomu alaykum. M-sayohat sahifasi orqali bugun sizlar bilan birgalikda dunyodagi eng qadimiy kutubxona tomon sayohat uyushtiramiz. Unday bo'lsa qani, ketdik. Dunyodagi eng qadimiy kutubxona Marokashning Fes shahrida joylashgan Al-Qaravin kutubxonasidir. Kutubxonaga milodiy 859-yilda Fotima al-Fihriya ismli olima ayol tomonidan asos solingan. Bu kutubxona dunyodagi eng qadimiy faoliyat yuritayotgan kutubxona hisoblanadi, ya'ni u hozirgacha ishlamoqda. Kutubxona Al-Qaravin universiteti tarkibiga kiradi va islomiy ilm-fan markazi sifatida tan olingan. Al-Qaravin kutubxonasi nafaqat kitoblarni saqlaydigan joy, balki vaqtni to'xtatib qo'yib, bizni o'tmish bilan bog'laydigan ko'prikdir desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Kutubxonada islomiy fanlar, falsafa, astronomiya kabi fanlarga oid 4000 dan ortiq noyob qo'lyozmalar mavjud. Ular orasida eng qadimiylaridan teriga yozilgan 9-asrga oid Qur'on nusxasi, Ibn Xaldunning muqaddima asari, Aristotel tarjimalari va Al-Farobiy tomonidan arab tiliga tarjima qilingan Ptolemiyning astronomiyaga oid asarlari ham shu yerda saqlanadi. Kutubxona 2016-yilda Aziza Chauni boshchiligida qayta ta'mirlashdan o'tkazildi. Yer osti drenaj tizimi o'rnatilib, maxsus saqlash xonasi barpo qilindi. Hozirgacha qo'lyozmalarni raqamlashtirish ishlari ham 20% dan oshgan. M-sayohat orqali mana shunday ajoyib manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.